yuksak sanoat salohiyati bilan ajralib turadi. Tuman sanoat sohasida yaxshi natijalarga erishmoqda. Shulardan kelib chiqib, tumanda joylashgan Penshen korxonasida Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press tur tashkil etildi. Tadbirda jurnalistlar zavoddagi ishlab chiqarish jarayoni, ishchilarga yaratilgan sharoitlar va soliq to'lovlaridagi ochiqlik bilan yaqindan tanishdi. Mazkur korxona hududidagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lib, eksport qilish imkoniyatiga ega. Bizani Penshen kompleksimizda ancha zavodlar joylashgan, erkin iqtisodiy zona hududida joylashgan bo'lib, biza bugun tanishib kelgan Kafil zavodi modern keramik yangi tashkil etilgan zavod bo'lib, 20 million dollardan ortiq investitsiya hisobiga tashkil etilgan va shuni hisobiga o'sha investitsiya hajmiga qarab turib davlat tomonidan soliq imtiyozlari o'rnatilgan tartibda taqdim etilgan. Bugungi kunda o'sha agar to'liq quvvatda o'sha zavodimiz ishlab tursa, yillik quvvati 300 milliard so'mlik atrofida mahsulot ishlab chiqariladi. Shundan 35% eksportga, qolgan 65% o'rtacha milliy o'zimizning ichki bozorga yetkazib beriladi. Investitsiya hajmidan kelib chiqqan holda xorijiy investitsiya bizga soliq imtiyozlari berilgan 10 yil muddatga, chunki investitsiya hajmi katta. Bundan tashqari o'sha soliq qonunchiligida belgilangan o'sha reytingimiz yaxshi bo'lsa, o'z vaqtida ortiqcha to'lovlarni qaytarib berish bo'yicha o'sha hisobotlarni qabul qilish, qo'shilgan qiymat soliq o'rnini qoplab berish masalalari tezkorlik bilan o'sha hal qilib bartaraf etilib, o'z yechimini topib kelmoqda. Press tur davomida ommaviy axborot vositalari xodimlariga ishlab chiqarish korxonalari, zamonaviy uskunalar va tayyor mahsulotlar ko'rsatildi. Tashrif davomida mehmonlar korxona ishchilari bilan suhbatlashib, ularning ish sharoitlari haqida ma'lumotlar oldi. Hozirda bu yerda yuzlab ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, bu aholi bandligiga katta hissa qo'shmoqda. Ishchilar bilan suhbatlashish jarayonida ularga qilingan shart-sharoitlar, oshxonalar, maoshlari hammasi bizlarni quvontirdi. Va yurtimizda bo'layotgan mana shu islohotlar, investitsiyalar kiritilishi bu yana ham xalqning yaxshi yashash tarzini, farovonligini oshiradi deb o'ylayman. Bunday uchrashuvlar ommaviy axborot vositalari vakillari bilan sanoat korxonalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga jamiyatda ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini keng targ'ib etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.